Alpomish Media taqdim etadi. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi Baxshiqul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlanadi. Davramizga Baxshiqul Tog'ayevning sadoqatli shogirdlaridan birini taklif etmoqchiman, ya'ni Farruh Baxshi Nuraliyev. Keling. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, yugurib kelganlar, oila to'lganlar, yaxshi kunni ko'rganlar. Mana bugun ustozimni 65 yilligini hurmat qilib kelganlar. Men Farruh Baxshi Nuraliyev, O'zbekiston xalq baxshisi Baxshiqul Tog'ayevning kenja shogirdi bo'laman. Hozir sizlarga ustozim rahmatini yo'qlab bir ikki oz terma aytib berayin. Bir maydan aytmoq bizdan, o'tirib eshitmoq sizdan. Undan oldin ustozim aytgan nag'madan bitta qaytarib berayin. Davralarda qanday qo'shiq
uchun qo'lga olay sozimni. Ustoz ochib berdi yelda parvozimni. Bosarsan da derdi bir kun izimni. Aytmoq menga yaranlar lozimdi. Vaqtamxona boshladi ya bazimdi. Men aytmaya kim aytadi do'mbiramay. Vaqtamxona eslatdi ustozimni. Yana sizga yaranlar dod yetay. Misli bulbul ustozimni yod etay. Ay yaray, qovanib o'tdi O'zbekistondan. Ko'p kuyladi hiylagara mastondan. Alpamishni chiqardi ya zinnondan. Ko'p kuyladi guruhli ya sultondan. Asxonni olib kelib Gurjistondan. Men aytmaya kim aytadi do'mbiramay. Ustozim aytib o'tdi 30ga yaqin dostondan. Bugun sizga yaranlar dod yetay. Misli bulbul ustozimni yod etay. Sira qaytmadi da do'stlar mehnatdan. Ko'p kuyladi do'stlarim oqibatdan. Termalari iboratdir nasihatdan. Yiroq bo'l deb aytar edi tuhmatdan. Men aytmaya kim aytadi do'mbiramay. Borgan joyi endi bo'lsin jannatdan. Bugun sizga yaranlar dod yetay. Misli bulbul ustozimni yod etay. Ay yaray, qo'lga olsa bulbuldayin sozini. Hay yel tinglardi bulbulday ovozini. Oxir ketdi yig'latib o'g'li bilan qizini. Bugun sizga yaranlar dod yetay. Misli bulbul ustozimni yod etay. Ay yaray,
dostların gayreti Düştü daya cerbetige Allah'ın merhameti Şunday bolar muhlislar Bakşılardın söhbeti Bar maydana aytıp tay donduran Ustazımda yestep kegen mihmanlarda hürmeti Mercegete dondurama kalbide bolar imanı Kalmasın da dondurama mercegetin armanı Şol buldu da bugün parvardigar farmanı Tolup taşay versene bakşılardın hırmanı Var maydan töşaldı ustaz üçün Vektamxanın dastarxanı Var maydana aytıp bir ay kermanı Hoş gelipsiz bugün ustazım mihmanları Tavda göremiz damlarama konup yatken bir gitti Ustazıma köbür gitti damlarama gitti Paktalarını oladı da çekitti Toktamayın dayım kıldır mihneti Bir maydana aytıp tay donduran Ustazımdı yeslebe kelgenlerge rahmeti Korganıda Nemat Baba baylagana keyik dayan at buldu Tağlar beti dondurama bahar kelip ot buldu Namart adam devre kesem at buldu Bugün akşam bu yayda acayip sohbet buldu Var maydana aytıp tay donduran Vektamxan yaşam babam min rahmat Ustazımның ruhu bugün şad oldu Rahmat hammalarınızga. Farruh Baxshi Nuraliyev, sog' bo'ling, bor bo'ling. Ana endi davramizga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, taniqli jurnalist Zokir Xudoyshukurovni taklif etamiz. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Namert adam mert adamdı kırılmaz Çünkü namert mert işini kılalmaz Eğer yiğitler bilin parvaz kılalmaz Can kiyeri içki yeri bulmasa Ol çekitke çından Xudo vermezse
Merçeğittin bir muradı ot bolar. Ot bolmasa yüreğide dert bolar. Qarindoshlar asta yot bolar. Zo'r yigitda yaxshi xotin bo'lmasa, shirin so'zlab eylab turmasa, ol yigitga chindan xudo bermasa. Жақсылар ба, Узбек қарындаштар. Күнді Узбекстанға келіп, бақсы қайчылардың құрылтайына тұружарға мен сүйініп тұрым. Ян бұян сілердің қычырғанарға. Алқыш Алтайдан. Бізді қычырған Ухтам Хакимов, ол біздің фольклорист, коллега, нөкөріс. Оның үшін біз оғы бұл баштапқы қайчылардың, бақсылардың құрылтайын өткірерге, болужарға төмөжөргө келдіз. Емдігі өйді бастыра түрк қалықтарда қай чөрчөк, бақсылардың айтқан чөрчөктөрі бүгінгі күнде орнығып жат. Ол орнығы іштер, эпостарда, қай чөрчөктөрді, қалықтардың түкізі, өткен күні, бүгінгі күні, ертенгі күні эпостарда қай чөрчөктөрді айдылат. Қай чөрчөкті білзе, Алтай албаты чылыйбас. Қай чөрчөкті айтса, эпостарды білзе, қалық тілін ұндыбас. Түрк қалықтар бүгінгі күнде бойының тілін білерге, бойының түкізін, жүрімін білерге, бала бархаға келер үйеге, жүрім берерге эпостарды білер керек. Бүгінгі күнде эпостар башқа формаларла өткірілер керек. Ол камерный фестиваль болыр керек. Шоу болбос керек. Ол бойының бүдімін солы бас керек. Оның үшін бүгінгі күнде бұл баштапқы құрылтай бейік кемінде өтсін. Узбекстан Алтай жаранзын бастыра түрк қалықтар нажылық болып, жақшы жүрзін, жолдары ачық болзын. Ақ аястан, көк аястан ырыс келзін. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Avvalambor, assalomu alaykum. Qisqa gapirishga harakat qilaman. O'ktam katta ish qilyapti. O'ktam ulug' ish qilyapti. Mana shu xayrli ishni qo'llab-quvvatlagan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolariga, rahbariyatiga minnatdorchilik bildiramiz. O'tganlarimizning oxirati obod bo'lsin. Endi esa bitta she'r o'qib berishga harakat qilaman. Albatta Baxshilar davrasida Baxshiyona ruhidagi bitta she'r, Baxshi va Cho'pon degan bir she'rimizni aytib beraman. Baxshi va Cho'pon. Uzoqlardan eshitilar quruvlar, ko'rinishing ming qo'yli boy siyog'i, qirqta qirda chuvalashar suruvlar, sanay desam tuman tuyog'i, jilg'alarda turna qator tuzilgan yilqilarning adog'i yu boshi yo'q, buni ko'rib olam ishi buzilgan boyvachchalar kallasida xushi yo'q, qiyabetda burgutday bo'p o'tirgan o cho'ponim, buncha sarvat kimniki, kim ekan u boylik yig'ib quturgan, hisobi yo'q cheksiz davlat kimniki. Hammasining egasi bor bilmaysan, saroylari javohirdan marjondan, 100 yil yursang eshigiga kelmaysan, yo'l boshlanar dargohiga jahondan. Hamma mulklar unikidir, uningdir, sendan boshqa hech kim buni so'rgan yo'q. Unga tobin kunduzi tuningdir, hali ko'zing mingdan birin ko'rgan yo'q. Shuncha shonli shavkatli boy kim ekan, biron belgi yo tusidan ber xabar, uning joyi qanday ulug' joy ekan, tavof qilay agar bo'lsa mo'tabar. Tarifini eshitdim hushim yo'q, ham makoni ham zotidan ber xabar, boshqasiman mening sira ishim yo'q, ham nasli yu ham otidan ber xabar.
O yo'lovchim, holing ko'rib kuyundim, sig'inmoqqa eng munosib zot o'zi, ravishini yodga olib suyundim. Do'stga do'stdir, begonaga yot o'zi, dargohida o'tirmaysan, yurmaysan, yiroqdadir qoshi ko'zi qovoqdan, huzuriga moling bilan bormaysan, hisobini yuritadi o'shoqdan. Yakto o'zi ko'plikdan ham ziyoda, har narsaga qodir, yana tanhodir, huzurida shohlar yurar piyoda, bu mulklarning egasi ul Allohdir. Rahmat. Endi navbatni O'rol Baxshi Gulboyevga beramiz. Keling. Assalomu alaykum. Mana jigurib yelganlar, oyday to'lganlar, har yelatda mana ustozning farzandlarini, muxlislarini hurmat qilib kelganlar. Mana baxshilar aytayapti. Qalandar qo'shdi aytib berib, talabchiyap qalandarni mayli yetkazib bir aytib beraylik. Katlarda terkebe nardan, narlar üstüde evzerden. Katlarda terkebe nardan, narlar üstüde evzerden. Keçtim dünyanın bağrıdan, kalender bulmanım. Keçtim dünyanın bağrıdan, kalender bulmanı bulman. Bugünler yüreğe paraman, yürekte kimge caraman. Dünya tallağını bir emene, kalender bulmanı bulman. Dünya tallağını bir emene, kalender bulmanı bulman. Köbeyken dünyanın ormanı, kalmadı tanemden darmanı. Köbeyken bu dünya ormanı, ay kalmadı tanemden darmanı. Bazarda verse armanı, kalender bulmanı bulman. Kattım neyle şimdi, gözden ağızdırdın yaşımdı. Kattım neyle şimdi, gözden ağızdırdın yaşımdı. Kaylarına uğrayın başımdı, kalender bulmanı bulman. Kaylarına uğrayın başımdı, kalender bulmanı bulman.
şu gündü bilmeymen keçe yatındı. Allah saldı başka şu gündü ey bilmeymen keçeye yatındı. Bağlarda çok mekan yakındı kalender bulganı bulgan. Yığlayman bugüne zar zar kolumdan ketgene ihtiyar. Yığlayman bugüne zar zar kolumdan ketgene ihtiyar. Meskenim buldu ya çal divara kalender bulganı bulgan. Yüzdagi qara holiga labdagi asal boliga. Yüzdagi qara holiga labdagi asal boliga. O'zim osmadim qoliga kalender bulganı bulgan. Şükür qılamana barına kıyıvı temmene zarına. Şükür qılayım barına kıyıvı temmene zarına. Asıqlar asmadım darına kalender bulganı bulgan. Mecnun'dek sahra kezmedim, Vamıqdek daryaga süzmedim. Mecnun'dek sahra kezmedim, Vamıqdek daryaga çökmedim. Parqatdek tağların qazmadım, kalender bulganı bulgan. Yerlerde temtirip jürermen, dünyangda nima qilarman. Yerlerde temtirip jürermen, dünyani nima qilarman. Açık ko'rlarga kirermen, kalender bulganı bulgan. Yolg'izlar otding dongini, çıkmay tegene çengene. Mayli çekayene bengene kalender bulganı bulgan. Allah'tan parmağım bulgençe kelip canım diye algençe. Allah'tan parmağım bulgençe kelip canım diye algençe. Rabbul sürürün örgençe kalender bulganı bulgan. Kalender bulganı bulgan. Belen tağdın qatığa kiyek oynağım betiga. Yaxşı əməl qazını hər çigətdən artığa. Aytap verdi keldim bir may, bir maydan kelgen bugün mehmanlar hürmetiga. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Qadimdan ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan bu san'at mana shu Alpomish dostoni, qahramonlik dostonlarimiz baxshilar kuylaydi. Bu dostonlar nafaqat bu qahramonlikni, balki bu o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini,
unutilib borayotgan ba'zi udum an'analarni doston orqali xalqimizga avloddan avlodga olib kelyapti. Juda katta ishni bizdan oldingi xalq baxshilar mana shu 20-asrda juda bir qiyin pallada mana shu baxshichilik san'ati orqali milliy qadriyatlarimizni kerak bo'lsa asrab avayladi. Bular o'zini do'mbirasi orqali xalqimizga yetkazib 20-asrdan 21-asrga olib o'tsa juda jonkuyarlikqa, fidoyilikqa ustozlarimiz mehnat qildi. Endi bugungi kunda biz baxshilarni oldimizda mana shu quvonish bilan birgalikda juda katta mas'uliyatlar, vazifalar ham turibdi. Chunki bu hali ko'p minglab yashash kerak. Bu avlodlarimiz bundan bahramand bo'lishi kerak. Chunki buni ichidagi qadriyatlar, udumlar, xalq o'yinlari mana shu dostonlarda yashab kelyapti. Udumlar yashab kelyapti. Alpomish dostonini o'qiyotganda alpomish bo'lib qolgisi keladi. Bu xalqni ezgulikka yetaklash, eng asosiy narsa vatanga sodiq bo'lish, vatanni qo'riqlash, vafodor bo'lish, yorga vafodor bo'lish, shu narsalar olg'a surilgan va shu narsalar ko'zda tutilgan. Dostonning asosiy vazifasi ham shu, yoshlarni mana shunday vatanparvarlikka, botirlikka o'rgatish asosiy suriladigan g'oya. Endi buni qancha gapirsangiz shuncha oz. Endi xalqlarshunos olimlar qancha broshuralar, kitoblar chiqardi. Dostonni nega o'rganamiz? Doston nima uchun kerak? Doston albatta bu kerakli narsa va buni davom etkazishimiz kerak. Mana shu xalqlarshunos O'ktam Hakimovning tashabbuslari juda katta, ming rahmat deymiz. O'ktam Hakimovga mana shu narsalarni uyushtiryapti, baxshilarni biriktirib, ijod qildiryapti, mushoira qildiryapti. Mana bu juda katta bir yutuq. Baxshilarni ilhomlantiradi, motivatsiya beradi. O'zbekistonning har bir 12 облысында mening o'sha do'mbira orqali topgan do'stlarim ko'p. Bir emas, har bir облыста 3-4 baxshidan do'sim bor, 3-4 axından do'sim bor, 3-4 jirovdan do'sim bor, Qaraqalpoq axınlarından do'sim bor. Bu өнер маған tek qana ел ішін аралауға емес, бүкіл республика емес, бүкіл әлемді аралауға өзінің себебін қосты. Мен Қазақстанға барып айтыстым, Қырғызстанға барып айтыстым, Монғолияға барып айтыстым, Қытайға барып айтыстым. Осы ұлттық өнер маған біріншіден көп достарды алып келді, одан кейін көп саяхаттарды алып келді. Ал менің осы домбырамен ұстап отырған ең басты мақсатым осы Өзбекстанда өмір сүріп жатқан, күллі жер бетінде өмір сүріп жатқан қазақтардың баяғы баба мұрасы домбыраны, айтыстай саф өнерді, айтыстай алтын өнерді жоғалтпай сақтау. Біз білеміз, бақшылардың ортасында да дәл мен сияқты суырып салып, өзінен импровизациямен тоқып айта алатын ақындар бар екенін білеміз. Менің ондай достарым көп. Біз көп айтыстарға барамыз. Біз сахнада қанша бір-бірімізбен әзілдесіп, бір-бірімізбен қанша тиісіп айтысқанмен, сахнаның сыртында бәріміз доспыз, бәріміз бауырмыз. Жастарға айтатын кеңесім, осы қазір көпшілік жастарымыз заман дамығасын, технология дамығасын, басқа әлеуметтік желілердің дәуірі болғансын, басқа дүниелерге қарап бет бұрады. Ал бірақ негізгі асылдық, біздің негізгі түбіміз, біздің негізгі тарихымыз осы ұлттық өнерде жатыр. Сондықтан осындай әдемі бақшылардың құрылтайын ұйымдастырып берген барша ұйымдастырушы ағаларға, осыны қолдап жүрген еліміздің билігіне, басшылығына мен шынайымды алғысымды білдіремін. Және мен осы домбыра арқылы, бақшылық өнер арқылы тапқан достарыммен мақтанамын. Ақынның айтар сөзі мықты болсын, көңілім неге менің күпті болсын, сыйынып бір Аллаға домбыра алдым, өлеңім енді менің жұпты болсын. Құрылтайы басталды бақшылардың құрылтайы құтты болсын ай. Ақынның айтар сөзіне таңғаласын, талғат енді ел үмітін арқаласын. Қолыңа тәуекел деп домбыра алсаң, қалайша басқан ізден шаңғалмасын. Бақшқұл бақшының 60 жасы тойланды ғой, талғатың енді соны арқаласын. Бүгінгі бақшылармен басталған той, ел аман тұрған кезде тарқамасын ай.
degende şınasılık. Sizlerдің пейіліңізді Құбалыбек, бақшы ақын жырауларды қосып жатыр. Ондай кезде біз әрине қуаныбек. Бақшы ақын жыраулардың басын қосқан Алпамыш медиаға мың рахмет ай. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Ishtirokchilar orasida hamkasbim O'zbekiston tarix telekanali taniqli jurnalisti Najmiddin Ermatov yosh shoirimizga navbat beramiz. Keling. Assalomu alaykum barchaga. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, hammangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'ktam akaga rahmat, mana shuncha odamni bir joyga yig'ib, shunday xayrli ishlarni qilayotganligi uchun. Ko'k bo'ri kezgani sarxat, itlarga talosh endi. Ko'tarilgan bosh emas birgina quyosh endi. Uchquni sochgan ko'zlarning topingani yosh endi Turkiy elning shiddati so'nganga o'xshayotir. Sarbodorlari qonuni sellar yuvib ketganday, millat uchun jon berar alpni devlar yutganday, ulton tozlari kun sanab eyvoh shuni kutganday, elning kuni nomardga qolganga o'xshayotir. 150 yil otangni otganni og'a sanab, dili buzuq kelganning qadamiga gul qadab, yo haq deya yonganning mozoriga toshqalab, saroyingga qarg'alar qo'nganga o'xshayotir. Eldan chiqib elidan irganganlar ko'ringay, o'z tarixini o'zgadan o'rganganlar ko'ringay, g'ujur-yu zaboni o'zgarganlar ko'ringay, o'z farzanding o'zingni sotganga o'xshayotir. Kechang zavolga do'ndi, hamma tosh otib bo'ldi, sening bori nasibangni beklaring totib bo'ldi, bugundan ku ayrilding, ertangni sotib bo'ldi, yo'l ko'rsatar mayog'ing o'chganga o'xshayotir. Burgut uchgan zovlarida quzg'un bazm etmoqda, ildizingni kavshabon to'ng'iz hazm etmoqda, yo'lingni belgilashga yotlar jazm etmoqda, qoshiq butun qiliching singanga o'xshayotir. Kechagi yovqir nigoh bugun yeriga qadalgan, vatan kutgan jasorat non topishga atalgan, bo'yin egik qo'l qadoq tizlaring qavarigan, umid ko'z yosh sho'ridan so'lganga o'xshayotir. Uyg'otay deb kelgan ul bahorlari bekor ketar, har tongda quyosh turtib, har shomda bezor ketar. Bo'g'zin yirtib shoirlar ming hayqirib xor ketar. Alloh bu xalq shu holga ko'nganga o'xshayotir. Turkiy elning shiddati so'nganga o'xshayotir. Rahmat. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi Baxshiqul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlanadi. Alpomish Media